Assalomu alaykum, hormatli yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xo'p, Maroqanda restoranini klub sistemasiga o'tkazib berdik. Bularda o'zida chek qog'oz bo'lgan, boshqa programma ishlatishgan. Brendlarni ko'rishingiz mumkin. Bularda общий birinchi etajda bitta, ikkinchi etajda yana bitta monoblok bor, ofitsiantlar uchun ikkita monoblok. Xo'p, kassirga bitta monoblok, chek apparat kuxnyada ko'rishingiz mumkin. Baliqqa bitta chek apparat qo'yib berdik. Hop, umumiy hisobda bizada 3 soat vaqtimiz ketdi. O'tkazib berishimizga. Kimga yana shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. O'zimiz chiroyli konsultatsiyasini beramiz. Narx-navosi to'g'ri keladigan bo'lsa, xudo xolisa hamkorlikda ham ishlaymiz. Ammo yo'q. Hop. Bizga ishonmayotgan bir ikkita mashinliklar yoki bo'lmasam bir ikkita kafe egalari. To'g'ri, biz oldin boshqa programmada bo'lganmiz. Programma yaxshi ishlamagani sababli bizani o'zimizda agar yomon nom qolib ketgan bo'lsa, biz o'zimizdan yomon tushuncha qolib ketgan bo'lsa, biz haqimizda bemalol aloqaga chiqinglar. Biz sizlarga tekinga mana shu programmani demo versiyasini o'rnatib beramiz. Bemalol ishlatib ko'rib, keyin o'zingizlarning odzivinglarni qo'ysanglar bo'ladi. Kommentariy yozayotgan bitta ikkita negativlarga tegishli.